Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, asqalus salat alal munafiqin. Munofiq inson bo'lsa agar bomdod o'qimaydi deyapti. Asqalus salat degani eng og'ir namoz alal munafiqin. Munofiqlar uchun eng og'ir namoz bomdoddir deyaptilar. İnson o'zini o'zi taftish qilib, ba'zan surishtirib, qarashtirib, men qandayman ekan deb turish kerak. Umar roziyallohu anhuning so'zlariga ko'ra, bomdod o'qimayotgan insonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam munofiqlarga og'irdir. Ayni sizni munofiq demayapti, munofiqqa og'ir deyapti. O'qisangiz unday bo'lmaydi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rak'ata sunnah, 2 rakatlik bomdod namozining sunnati xoyrun minad dunya va ma fiha, dunyodagi va dunyodagi barcha narsalardan 2 rakatlik bomdod afzal deyaptilar. Mol bozordan ham, mashina bozordan ham, puldan ham, undan ham hammasi. 2 rakatlik sunnat. Ulamolarimiz aytadi, farzichi deydi. Farzichi. Sunnat shunchalik bo'lsa agar uni farzichi deydi ulamolarimiz.